Bilarmidingiz chia urug'ining foydali xususiyatlarini? Birinchi o'rinda qondagi qand miqdorini me'yorda ushlab turadi. Nafsingizni tiyishga yordam beradi. Omega 3 ga boyligi bilan sizni tanangizni foydali yog'lar bilan to'yintiradi. Oshqozon ichak faoliyatini ham yaxshilab beradi. Nimani hisobiga? Chunki tarkibi kletchatkaga boyligi bilan. Ko'pchilik chiani qanday qilib iste'mol qilishni bilmaydi. Men sizga hozir mazali retseptni o'rgataman. Buning uchun bizga bor yo'g'i 3 tagina mahsulot kerak bo'ladi. Bu qatiq, chia urug'lari va qulupnay. Siz xohlagan mevangizdan foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Birinchi o'rinda qatiq bilan chiani aralashtiramiz. 1 stakan qatiqqa 2 osh qoshiq chia urug'ini solamiz. 1 soat turish kerak. Xohlasangiz kechqurun tayyorlab muzlatgichga qo'yishingiz mumkin bo'ladi va ertalab qulupnayni ustiga quyib, maza qilib nonushtaga iste'mol qilishingiz mumkin bo'ladi. Zo'r.